kechagi milliy chempionatimiz o'yinlari saviyasi, darajasi va shunaqa o'yinlar bir-biriga to'qnash kelib qoldiki, ochig'i mana bu Yevropa Chempionlar Ligasiga o'tish uchun zo'r ko'prik vazifasini bajarib berdi. Ta'bir joiz bo'lsa ham aytaman, bir yaxshi osh kelishidan oldin zo'r salat yeb oldik. Hozir shunaqa-ku, hali iftorlikdan saharlikgacha ovqat bilan misol keltiramizda. Zo'r salat berishdi haqiqatan ham. O'zbekiston chempionatida ikki katta o'yin bir kunga mo'ljallandi va shu o'yinni qoldirilgani bor 1 soatga. Shu ham yaxshi bo'ldi. Men uchun yaxshi bo'ldiki, men uchrashuvni soat 7 da sharhlashni boshladim. Futbol TV kanalida va 9 da tugagandan keyin deyarli oxirgi qismiga borar ekanman deb o'ylayotgandimda, Paxtakor hamda Navbahor jamoalari o'rtasidagi o'yinni. Yo'q, 1 soat kechiktirishdi. Shu qor keyin kurashdi, maydonni sal-pal epaqaga keltirib, keyin futbolchilar maydonga tushdi. Paxtakor hamda Navbahor o'rtasidagi uchrashuv bu klassikoga aylangan, rostmana El Klasiko desa ham bo'ladi. Oldin ham ko'p aytganmiz, milliy chempionatimizda Oliy ligada, Super ligada muntazam qatnashadigan, pastki ligaga tushib ketmagan ikki jamoa o'rtasidagi o'yin. Atletik Bilbao ham aralashadi Real Barselonaga. Xuddi shunaqa pastga tushmagan jamoalar o'rtasidagi o'yin edi va qiziq tomoni 1995-yildan beri Navbahor Toshkentda Paxtakorni yenga olmasdi va bu an'ana yo'qqa chiqarildi. Bu an'ana bir talay muxlislar ko'z o'ngida tarix yozilgandek bo'ldi. Men shu Navbahor muxlislari to'planib o'tirgan paytida nimani o'yladim bilasizmi? O'sha qorli kechada yutganmiz-ku, U23. Vyetnam terma jamoasi ustidan qozonilgan g'alaba, Eldor bilan sharhlaganimiz, Sidorov oxirgi daqiqalarda kiritgan gol tarixiy o'yin. Ana shu o'yinda juda ko'p Vyetnam muxlislari bo'lgan stadionda. Endi Vyetnam muxlislari bu xitoylik muxlislarning farqi yo'q, chunki Xitoyda bo'lgan Osiyo chempionati U23 va bizni 50 ta muxlisimiz 4 soat davom etgan sovuq, qor, zig'rin shuni ichida muxlislik qilib turib mukofotini qabul qilib olishgan, xuddi shunaqa ko'rindi. Ha, undan ko'proq edi muxlislar, albatta Namangan, Toshkentning muxlislar o'zi shundoq ham mehmon o'yinda ham ko'p kelishadi. Hozir ham bir oylar Toshkentda bo'lib qoldi, chunki uy o'yinlarini ham Navbahor Toshkentda o'tkazyapti. Umuman kelib qatnashish odatiy holga aylanib qoldi o'zi. Viloyatlardan poytaxtga, poytaxtdan viloyatga chiqish juda oson. Hozirgi kunda mana bu sovuq havo bo'lganda sal muammoroq bo'ladi. Tabriklaymiz, Navbahor nafaqat mana shu tarixiy qora an'anasiga barham berdi, balki o'yin tomonlama ham tarkibi anchayin kuchli bo'lgan, oralig'ida zo'r transferlarni amalga oshirgan, terma jamoamiz futbolchilarini bitta-bitta terib olgan Paxtakor ustidan o'yin tomonlama ustun keldi. O'yin tomonlama ustun kelganligi meni hayron qoldirdi. O'zi umuman Navbahor o'tgan uchrashuvda yutadi deb o'ylagan edik. Endi o'tgan uchrashuvda ham Namanganda o'ynamadi, Toshkentda o'ynadi. Buxoro ustidan bemalol g'alaba qozonadi deb o'ylagan edik. Natijalar, statistikalar ham yomon emasdi, lekin yutqazib qo'ydi. Endi shunaqa. Xamikov yutib qo'ydi. Mana bu uchrashuvda baribir nisbatan Paxtakor favoritdek edi. Tarkibi, keyin murabbiy qolgan, davom etayotgan loyihada. Navbahor esa batamom boshdan tuzilgan loyiha. Umuman terma jamoa bosh murabbiyligida furor ko'targan mutaxassisga topshirilgan bo'lsa ham, bu yangi jamoa edi. 1 yil unga ruxsat berishardi. Hozir qiziq tomoni mana shu 3 o'yin bo'ldi. Qizilqum mayli Mashal ustidan qozongan g'alabasi, 6 ochkoga ega bo'lganligi bu tabiiy holdir, chunki Mashal hammaga yutqazyapti. Qizilqumning gollarini ham ko'rdik, xaoslar natijasida foydalanib ketdi. Lekin mana bu ikkita o'yinda terma jamoamizning turli yoshlarida murabbiylik qilgan mutaxassislar faoliyat olib borishdi. Asosiy terma jamoamizda keyinchalik yordamga kelgan emas, uzoq vaqt murabbiylik qilgan Samuel Babayan bor. Va Olimpiya terma jamoamizni boshqargan Timur Kapadze bor. Va 17 yoshli terma jamoamizni boshqargan, yosh pastga qarab ketyapmiz, Islom Ismoilov bor. O'zbekiston terma jamoasi murabbiylari o'rtasidagi qiziqarli janglarni ko'rdik va unda baribir zamonaviy qarashlarga ega bo'lgan mutaxassislarning qo'llari baland kelganiga guvoh bo'lyapmiz. Ha, masalan, Temur Kapadzeni bilamiz, uning faoliyatini bilamiz, u qanday ishlashini bilamiz, uning uslubini bilamiz, taniymiz, boshqa qilamiz. Islom Ismoilovda baribir savollar bor edi.
savollar yuzaga chiqishiga ikkita sabab bor edi. Birinchi sababi u yosh, juda ko'p faoliyat yuritmagan birinchi ligada Oliy liga jamoani olib chiqib, keyin qay tarzda klubdan ketganini bilasiz, Turondan ketganini bilasiz. Ya'ni tajriba kichkina, unaqa katta emas. Zo'r katta o'yinni yutib olgan Neftchi bilan o'sha karate bo'lgan o'yinni umumiy baho berishga imkoniyatimiz yo'q edi. Keyin esa u yoshlar bilan ishladi, o'smirlar bilan va ketdi. Mana bu jahon chempionati bilan tugadi. Osiyo chempionatidagi olamshumul g'alaba, finalda qo'lga kiritilgan g'alaba 9-11. Ammo baribir yoshlar bilan ishlagan mutaxassis, ayniqsa misol uchun 17 yoshlar bilan ishlagan mutaxassis kattalar bilan qanday ishlaydi degan savol bor edi. Ikkinchi masala do'stlar, u chempion jamoaga bordi. Jamoani chempion qilgan mutaxassis klubdan ketdi va uning o'rniga kelish bu boshqalarga qaraganda mas'uliyatliroq, og'irroq deb o'ylayman. Arne Slot misol uchun klubning o'rniga kelib turib chempion qildi-yu, chempion qilishini sababi baribir o'tgan mavsumda, o'sha qabul qilib olgan mavsumida klub chempion bo'lmagan edi. Mabodo chempion qilib ketsin edi, uni zalvori og'irroq bo'lardi. Mana o'zini chempionligi o'ziga og'irlik qilyapti, Slotni ko'ryapmiz. Bu haqda biroz keyin to'xtalib o'tamiz. Endi Ismoilov ham yosh, ham deyarli o'zi bilan tengqur bo'lgan futbolchilarni boshqarish talab qilingan edi. Chempion yigitlarni, iqtidorli yigitlarni. Va kelib mana ikkita uchrashuvdagi g'alabasi hozircha unaqa maqtamasligimiz kerak deb turdik-ku, lekin rotatsiyalari bilan, o'yindagi chizgilari bilan baribir qanaqadir yangilik kiritayotgani sezilayotgan edi. Temur Kapadzeni bilamiz deyapmiz-ku. Temur Kapadze o'zi ishlaydi va yordamchilarini o'zi boshqaradi nazdimda. Lekin biz bilamizki, Islom Ismoilovga bir qator chet ellik mutaxassislar bog'lab qo'yilgan. Bu o'ziga yarasha taktika bo'lgan rahbariyat tomonidan bir-birini o'rgatib boradi mavsum davomida. Chunki Ismoilov ham o'rganadigan yoshda, o'rganadigan holatda turibdi. O'rgansa o'ziga yaxshi. Yanada sifatliroq mutaxassisga aylanib boradi. Shu bilan birgalikda Ismoilovning o'zining qarashlari bor. Shuning uchun kreativ mutaxassis, tarkib o'ta kuchli, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Farg'onaning Neftchi jamoasi tarkibi. Lekin baribir ming tarkib kuchli bo'lsa ham, mana bu motivatsiya o'tgan yilga qaraganda zo'rroq emas-da. Chunki jamoa chempionlikni qo'lga kiritib bo'ldi. Orzu qilib kutilgan g'alabani qo'lga kiritib bo'ldi. Misol uchun bu yil chempion bo'lmasdan 1-2 yil bemalolga shunda navbatchi yillar tariqasida o'tkazib yuborsa ham barobar narsa demaydi. Chempion bo'ldi-da endi. Orzu qilib kutilgan 6-chempionlikni qo'lga kiritdi. Ammo o'shalarga motivatsiya topib beryapti. O'shalarga o'yin suratiga ta'sir o'tkazyapti va zo'r tomoni, men yoqqan tomoni Temur Kapadze ham, Islom Ismoilov ham ikkinchi bo'limda o'yinni o'zgartira olishdi. Mana men murabbiyga qachon besh ketaman, murabbiyga qachon qoyil qolaman, murabbiyni salohiyatiga baho berishdagi eng asosiy o'lchovlardan biri sifatida qo'yaman. Bu tanaffus paytida o'yinni o'zgartira olish. Hansi Flickni maqtaymiz, misol uchun La Ligada, boshqada u qanday o'zgartirishi. Ya'ni ko'p murabbiylarda bu salohiyat bor. Ancelottida bo'lgan, o'zini zaxira futbolchilar bilan o'zgartirishi, Zidan'da, Pep Guardiola'da bu bo'ladi. Start ba'zan o'xshamay qoladi, lekin tanaffusda o'zgartirish kerak. Zo'r murabbiy bo'lsa o'zgartirish kerak.